Urush paytida odamlar odatda dahshatli jang maydonlarida halok bo'lishadi. Lekin Ikkinchi jahon urushi tarixida shunday joy bo'lganki, u yerda odamlar janglarda emas, olimlar tomonidan inson ustida olib borilgan tajribalarda o'lishgan. 1930-yillar oxirlarida Yaponiya imperiyasi biologik urush imkoniyatlarini o'rganishni boshlaydi. Ularning maqsadi oddiy edi: kasalliklarni harbiy qurolga aylantirish. Shu maqsadda maxfiy bo'linma tashkil qilinadi va unga o'ta aqlli, shu bilan birga mutlaqo shafqatsiz fanatik olim Shiro Ishii boshchilik qiladi. Rasmiy hujjatlarda u epidemiyaning oldini olish va suvni tozalash boshqarmasi deb ko'rsatilgan. Ammo asl maqsadi inson ustida biologik va tibbiy tajribalar o'tkaziladigan eng yashirin laboratoriyalardan biri edi. Laboratoriyadagilar asirlarni inson deb emas, maruta, ya'ni taxta deb atashgan. Ular ustida o'tkazilgan tajribalar aqlga sig'mas darajada shafqatsiz bo'lgan. 731-otryad devorlari orasiga kirgan birorta ham asir u yerdan tirik chiqmagan. Agar asir bitta tajribadan omon qolsa, uning tanasi to'liq tugaguncha boshqa tajribalarga sarflashgan.